Biz ko'rgan yerlardagi odamlarning eng saddasi sizlar ekan. Men to'g'risini aytish kerak. Maşallah, maşallah, maşallah. Ya'ni dironi yomonlab o'zimizga obro' Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Teala'ya beyadan maqtovlar hamd sanolar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e selamlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu cemaat biz Hazreti Mutluyuz bayağı mutlu. Bazılar çünkü kısmaca bir mavzuylar doğrusu men aytib beraman. Moskvaga bordik, yana bir ko'p yerlarga bordik. Bu yerda onamiz xizmat qilyapti. Biz qo'shnimiz ekan bu kishi. Men Tokiyo degan yerdan bo'laman. Bu kishi Begobdan ekan. Tokiyo darajada. Kichik beylik to'g'risida aytmoqchiman jamoatimizga. Kichik beylik to'g'risida. Biz ko'rgan yerlardagi odamlarning eng saddasi sizlar ekan. Men to'g'risini aytish kerak. Maşallah, maşallah, maşallah. Ya'ni dironi yomonlab o'zimizga obro' qilmaymiz hech qachon. Unday yo'q. Dironi yomonlab obro' tikishlik yo'q narsa, tikishga bo'lmaydi. Lekin boshqalarni ham maqtaymiz. Eng kichik bel ko'rgan jamoatchilar bo'ldilar. Maşallah ko'rgan. Soddalik, oddilik. Umar ibn Abdulaziz xalifa 5-xalifa deyiladi. 101-yili 39,5 yoshda dunyodan o'tgan. Beshigini yopib kirib ketganda bir oyat o'qigan. Tilka darul axira naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Jannat deyapti. Alloh taoloning oyati. Jannatni o'zini past tutgan, o'zini kichik bel qilgan odamlar uchun biz jannat tayyorlab qo'ydik deyapti Alloh taolo. Takabbur odam, mutakabbir odamni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki hadisda yuhsharu an-nas al-mutakabbirun yawmal qiyamati ka'amsalid dar. Qiyomat kunida mutakabbir odamlar, takabbur bo'lgan odamlar zarra bo'ladi, misqol bo'ladi deyapti. Nimaga unday bo'ladi desa, ular boshqalarni dunyoda mensimadimi? O'sha mensimagan odamlarning oyog'ini ostida qolib ketadi deyapti. Men aytmoqchi bo'lgan qoida soddalikka hech narsa yetmaydi hurmatli jamoat. Kichik bellikka hech narsa yetmaydi. Bir narsani odam ko'tarilib qoladi yoki mansabi bilan, yoki puli bilan, yoki ilmi bilan, yoki kuchi bilan bu vaqtincha bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan mana kelganlar biz hammalar bilan ko'rishdik. Bir kishi kelib ko'rishganda qaltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qaltiryapsan dedi. Nima qo'rqotasan dedi. Men ana ibnu imro'a. Men bir ayol dedi. Qora non yer kattagan ayolning bolasi bo'laman dedi payg'ambarimiz. Oddiy odamman dedi. Men juda sodda odamman dedi. Sen mendan juda qirg'izchaga surlanib ketma, aybatlanma, qo'rqma dedi. Kimligimizni esdan chiqarmaylik. Odam zoti 2 marta avlatdan o'tib ketgan bir mahluqmiz. O'shunday qornimizni axlat ko'tarib yuradigan bir mahluqmiz. Kelajakda chirib ketadigan bir mahluqmiz. Sen kimsan dedi? Aytdiki, oldin nutfaman dedi. Hozir qornimda bir narsa ko'tarib yuradigan jasadman dedi. Ertaga men chirib ketadigan odamman dedi. Shuning uchun odamgarchiligimizni, kichik belligimizni unutmaylik. Mo'min musulmonlarning xalifasi Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhudan o Persiyskiy imperiyada kelib ziyorat qilsa, o'rmoni tagida yotibdi ekan. Aminta, adilta, fanimta deb aytdi. Sen adolat qilding dedi. Sen omonlik topding dedi. Sen mazza qilib o'rmoni tagida yotibsan dedi. Kichik bellikka, soddalikka hech narsa yetmaydi. Sizlar mana shu kichik belliklarni ko'rib biz juda ham mazza qildik. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, al-kibriya ridai. Kibr qilishlik meni ridoyim, meni kiyimim dedi. Kim meni kiyimimni kiysa, azzabtuhu, men o'sha odamni o'zim azoblab qo'yaman dedi. Doim mana shunday kichik bel bo'laylik. Kattalarimizni hurmat qilaylik. Hadisda keladi, kattasini hurmat qilmagan bizdan emas, kattalarimizni hurmat qilaylik. Kichiklarni izzat qilmagan bizdan emas, kichiklarimizni izzat qilaylik. Ulamolarning haqqini qo'ymagan bizdan emas, ulamolarimizga nima hurmat ehtiromimizni ko'rsataylik. Bu yerda sizlar hurmat ehtirom ko'rsatdinglar. Avvalan va axiran doim Alloh taolaga hamd va sano aytamiz. Bu yerda sizlar bilan biz ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz.
Va Alloh taolo bu majlisimizni qiyomat kunida boshimizga soyabon qilib bersin. Va Alloh subhanahu va taolo bu bizgacha gapirgan ustozlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bu suhbatimiz oxirgisi bo'lib qolmasin. Bu yerda bo'lsin, Qirg'izistonda bo'lsin, yana ko'rishishlikni va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah razı olsun.